Mireyni salondan olganman. Oq baza, oq kapron, oq ro'mol deysanmi, ularda ko'ylak rangiga qarab hammasi tayyor. Bozordan sarson bo'lib qidirib yurmaysan. To'y kuni salondan 2 ta xodim chaqirganmiz. Uyga xizmatlari atiga 300 ming so'm. Kelib, kiyintirib, hattoki esdalik videolar ham olib berishadi. Ha, aytgancha Zebo, hozir Mireyinada Ramazon aksiyasi ketyapti, shoshil, atiga 15 ta joy bor ekan. Rahmat kattakon dugonajon, rahmat. Bugungi jayam yaltiroq ekan, oppoq hech nimasi yo'g'i bormi? Xo'p bo'ladi. Oppoqligi zo'r ekan, sal bezaklari bori yo'qmi? Hozir boshqasini beraman. Voy, o'zimga rosa yoqdi. Nech pul ekan? Bu ko'ylagimiz 285 dollar. Boshqa salonda qimmatroq ko'rdim, olish kerak. Ha, chiroyli ekan. Mana zaklar. Tabriklaymiz. Siz eng to'g'ri qarorni qabul qildingiz. Sababi bizni tanlagan yoshlarni qadrli insoniga, ya'ni onajoningizga zo'r sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Yana qanaqa sovg'a? Sizni shuncha yil oq yub, oq tarab, komil inson qilib voyaga yetkazganliklari uchun massaj muolajasiga 1 martalik vaucher, bittasi sizni onangizga. Rahmat. Rahmat, muncha yaxshi. Onajoningiz sizni rohatingizni ko'rishni bizdan boshlashsin. Mani ham dam oladigan vaqtim ketdi-ku. Qo'yli, hamma ishimiz bitta joydan bitta. Yo, gapirmay, faqat shoshilish kerak. Faqatgina 14-yilingga shunaqa skidka qilib berish olayotgan. Ketdingmi uyga? Yo'q, birinchi meni massajim, keyin sizlarni to'yinglar.